Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mumkinmi? Alaykum assalom. Kel, o'tir. O'tir. Ana ko'ringlar o'tding? Ana hammasidan o'tdim. Xo'sh, qanday kasalliklaring bor edi? Kasalligim bo'lganda siz bilan kelishib o'tirmasdim boshliq. Men soppa sog'lomman. Xo'sh, kelinglar. Yo'q. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum, hurmatli boshliq. Qani ber. Hozir qo'l qo'yib beraman. Aytgandek, bu bilan yaxshi tekshirdilarmi? Sizda kasalliklar bor ekan. Tekshirdik, hurmatli boshliq. Ichki a'zolari soppa sog'lom, bemalol xizmatini o'tasa bo'ladi. Soppa sog'lom deng. Sog'lom. Siz nima deysiz? Ko'z nuri ham yaxshi, snayper bo'lsa bo'ladi. Barakalla. Demak, Xizmatga borib snayper bo'lsa bo'ladi, ha? Barakalla. Demak, indinga atpravka, Nukusda xizmat qilasan. Barakalla, sog'lom yigit, snayper. Nima deganingiz axir? Nima tushunmadim. Sen xizmatga borishdan bo'yin tovlayapsanmi? Yo'q. Ha? Nima yo'q? Nima ha? Tushuntirib gapir. Axir biz siz bilan kelishgandik-ku. Nima kelishgansan? Armiya senga o'yinchoq emas, indinga xizmatga ketasan. Yo'q, sen hali vatanga xizmat qilishdan bo'yin tovlayapsanmi? Ha? Bo'yin tovlayapsanmi? Xizmatga ketasan. Ketmayman. Ketasan. Ketmayman. Axir bormasligim uchun pulni saraf-saraf sanab oldingiz-ku. Ya Xudo, astag'firulloh. Astag'firulloh. Bor isbotla. Bu kalla palay bilan yiqilmaganmisan? Men sendan qachon, qayerda pul oldim? Ayt, isbotla. O'zingizni tinirga solmang boshliq. Munchoqtepa qabristonida $1000 pul oldingiz-ku. qabristonda. Demak, men sendan Qabrning ichida $1000 pul oldimmi? Qanaqa qabr ichida? Daraxtning tepasiga chiqib sizga pulni berdim-ku. Yarim tunda. Ro'parasi soat 12da. Qabristonda yarim tunda soat 12da men sendan $1000 pul oldim, shundaymi? Men patolog qayerga qarayapti? Axir bu bola qip-qizil jinni-ku. atpravkani bekor qiling. Bu bola umuman xizmatga noloyiq. Chiqib keting.